Dunyo bo'ylab elektr energiya narxi kun sayin oshib bormoqda. Tabiiy resurslar esa aksincha. Oldinda bizni jiddiy muammolar kutib turgan bo'lishi mumkin. Biz bularga qanchalik tayyormiz? Kichik so'rovnoma o'tkazdik. Aytingchi, bir oyda elektr energiyasi uchun xonadoningizda qancha sarf qilasiz? Taxminan 300 ming, 400 ming bor. Oldinda shu 300 ming, 400 mingni qisqartirish bo'yicha qandaydir rejalar bormi? Bo'lgani bilan uni ilojisi yo'q-ku. Chunki bar konditsioner ishlaydi, xolodilnik va hokazo. Ko'p. Har 3-4 kunda tashlayveramiz. Har 3 kun tugaydi, tez tugaydi elektroenergiyamiz. Bir oyda boradi, 1 millionlarga boradi. O'sha 1 million so'm oilaviy byudjetdan sarf bo'layotgan 1 million so'mni qisqartirish bo'yicha qanday rejalar bormi? Rejalar yo'q emas, kerak shu narsa. 600-700 limitdan o'tib ketsa 1 milliongacha boradi. Rejalar bor, endi u rejani amalga oshirish uchun ham mablag' kerak, xizmat kerak, mehnat kerak. Oilada necha kishi yashaydi? Oilada 4 kishi yashaymiz. 4 kishi. Bir oyda o'rtacha elektr energiyasi uchun qancha sarflaysiz? Endi bizlar 600 ming, 700 ming, 1 millionga borib qoladi. Endi konditsioner ishlatsak, to'k pechka ishlatamiz, qilamiz. 1 million so'm. Buni qisqartirish uchun qandaydir rejalar bormi sizda? Endi bilmadim, endi konditsionerni ishlatmaslik kerak, to'k pechkani. Endi hozir bahorga chiqdik-ku. Endi sal bo'lsa ham kamayar endi ular. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, aholimizning bugun energiya samaradorligi bo'yicha aniq bir bilim, ko'nikma, yaqin kelajakka rejalari, tashabbuslari yo'q. Sanoat qurilish banki ayni shu maqsadda Surxondaryo viloyatida maxsus seminar tashkil etdi. Seminar davomida mutaxassislar tomonidan aholiga quyidagi yo'nalishlarda muhim tavsiyalar berildi. Issiqlik ta'minoti va issiq suv tizimi, elektr ta'minoti va yoritish tizimi, binolarda energiya samaradorligini oshirish, quyosh panellari va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, issiqlik izolyatsiyasi va uylarni to'g'ri shamollatish, zamonaviy energiya, tejamkor maishiy texnikalardan foydalanish. Shuningdek, bu borada aholi uchun maxsus qo'llanmalar ishlab chiqilib, targ'ibot materiallari tarqatildi. Shungacha mana bizlar ham ko'p e'tibor qilmaganmiz-da, endi nima qilib. O'zbekchilik baribir hammamizda oldindan qolganda bu narsalar. Bilib-bilmasdan mana o'tiklarni qo'yib qo'yamiz ayollarimiz. Mana soch quritish dedik boya aytganimizdek, soch quritishlar ham ular ham spiral bilan ishlaydi. To'pni ko'p tortadi. Keyin mana konditsionerlarimiz yoqib qoladi. Aristonlar. O'shani ham kerak bo'lgan vaqtda ishlatsak, shunga qarab tejamkorlik bo'ladi-da. Yashil texnologiyani, bu elektr tejamkorlik to'g'risida bo'lgan maslahatlar nimalardan keyin biz o'zimizga taalluqli bo'lgan narsalarni albatta o'zimizga qabul qilib oldik. Biroq shuni alohida ta'kidlash lozimki, bugun Surxondaryoda energiya tejamkor, samarador xonadonlar soni ortib bormoqda. Ijodiy jamoamiz ana shunday xonadonlardan biri Hasan Begimovning uyida bo'ldi. Bankka murojaat qilganmiz. Kredit masalasida 50 kilovatli quyosh paneli o'rnatilgan. Ma'lum qismini kredit olganmiz, 7 yil muddat imtiyozli ravishda. Ma'lum qismini o'zimiz mablag'dan qo'yganmiz. Quyosh panellaridan olinayotgan elektr energiyasi bugun xonadon ehtiyojini to'liq qoplayaptimi? Yurtdoshimiz bu savolga quyidagicha javob berdi. Ikkita xo'jalik yashaymiz xonadonimizda. Ikkita xo'jalikda 3 ta konditsioner bor, 2 ta xolodilnik bor, elektr choynaklar ishlaydi, kir mashinalar ishlaydi. Xullas 70% elektr energiya bilan ta'minlaydigan moslamalar ishlaydi. Buni o'zimizning ehtiyojimiz bemalol ta'minlab bera oladi. Biz davlatga bir so'm pul to'lamaymiz. Bu hali hammasi emas. Lavhamiz qahramoni iste'moldan ortgan elektr energiyasini bugun tarmoqqa sotish orqali yaxshi daromad ham ko'rmoqda. Menga davlat 1000 so'm kilovatiga pul ta'minlab beradi. Oyda 24-25 dan keyin meni plastimga 7 million pul tushadi. Yoz oylarida 10-12 million. Mana hozir shu kecha kunduzda 7 million 800 million pul tushadi. Ehtimol bir kunda energiya tejamkorlik bo'yicha qandaydir qarashlarni o'zgartirish imkonsizdir, ammo o'zgarayotgan har bir fikr bizni to'g'ri yo'lda ekanligimizga dalolat qiladi. O'zgarish vaqti navbati bizga yetdi. Elektr energiyasini, tabiiy resurslarni kelajak avlodga eson-omon qoldiraylik.